Assalomu alaykum akalar ukalar. Bugun 22 yanvar 2026-yil Texnologistlar korxonasida VMR XN75L avtomat korobka ekskavatorlarimizni biri Jamshid akamizga, biri Akbar akamizga sotildi. Akamizdan ishlariga omad. Akbar aka. Assalomu alaykum. Yurtpado'gilar, mana biz mana shu texnikalarni oldik. Shu niyatimiz bor edi. Xudoga shukr, mana niyatimizga yetdik. Niyat qilganlar niyatiga yetib, chetlarga kelib olib ketaversin. Rahmat aka, sizga ishingizga omad. Jamshid aka, tilaylar bo'lsa agar kim niyat qilib yurgan bo'lsa, hamma niyatiga yetib olaversin. VMR bizdan kuzatib yurib, olamiz niyat qildik. Mana oldik. Yaxshi kunlarimizga xizmat qilsin endi Xudo xolasa. aka, ishingizga rivoj, charchamang. Xudo quvvat bersin.